Tak, barchaga profit do'stlar, sizlar bilan Forecast Bayazizov. Hozirda O'zbekiston vaqti bilan 8:50, to'g'rirog'i 9:50 bo'ldi. 28-aprel. Tillada nima qilishimiz mumkin? Oldingi prognoz bo'yicha bizda ko'rganimizdek juda ham ajoyib holatlar bo'ldi. Bugun nima qilishimiz mumkin? Undan oldin biz oldingi kunni va prognozli ishlash bo'yicha mini qo'llanmasini aytib ketamiz, chunki bu juda ham muhim. Prognozga kirishdan oldin uzoq muddatli yoki qisqa muddatli kirmoqchiligimizni birinchi navbatda anglab olamiz. Ya'ni uzoq muddatli bo'ladigan bo'lsa, minimum risk plus minusli zonasini olamiz. Ya'ni bu joydan berilgan bo'lsa, o'rtacha bo'lib pastroqdan kirishni maslahat beriladi. Agarda qisqa muddatli deydigan bo'lsak, qisqa muddatli o'rtacha 100 pips va bu juda ko'p holatlarda ajoyib holatga o'xshaydi. Va eslatib o'tganimdek, agarda yangi birinchi marta prognozlarimiz bo'yicha kirmoqchi bo'lsangiz, eng kamida bitta oldingi videodagi maslahatlarni ko'rishni maslahat beraman. Bo'lmasa prognozga o'tdik. Tak, bizda o'tgan kungi prognoz, ya'ni juma kungi prognoz bo'yicha 60 lik zonasi bor edi. Va shu zonadan narx harakati pastga tushdi va bizda mana shu zonadan narx harakatlanishi va harakatlangandan so'ng yiqilishini biz aytgan edik. Bu hozir vaziyatlar qanaqa o'zgardi? Tak. Bunaqa chizadigan bo'lsak. Tak. Bizda vaziyat ko'rib turibmiz, liniyani bu yoqdagi prognozdagi gaplar bilan bilasizlar, har doim oddiy gap emas, bu realni aytilgan narsa. Buni ko'rib turib, oldingi videolarni ko'rsanglar bo'ladi. Aytilgandek, bu ideya beriladi. Ideya bilan o'zimizning prognozimizni, ya'ni o'zimizni ideyamizni qo'shamiz va agarda sizda kelasi ham bitta yo'nalish beradigan bo'lsa, kirish chiqish nuqtalarini aniqlab kira olasizlar. Agarda maxsus kanalga kirmoqchi bo'lsanglar, albatta bu pulli bo'ladi. YouTube prognozi o'zi bilan ham o'zingizlarni biliminglarni ishlatgan holatda yaxshi foydalanib qilsanglar bo'ladi. Tak. Hozirda ko'rib turganimizdek zonadan juda ideal tarzda reaksiya olgan bizning zonamizdan. Bizda hozir narx harakati tepaga o'sha kuni aytganimizdek ko'tarilib berdi. Ya'ni oldingi prognozda aytganimizdek 62 lik zonadan bizda 400 joydan 700 pips bor. 700 pipsdan keyin yana narx harakati pastga tushdi. 68 lik zonadan hozir bizda agar shu zonadan ochilganda eng kami $30 foyda bo'lardi. Xo'p. Bugungi prognozda nima qilamiz? Men o'ylayman, to'shto hozirda qanchadir vaqt ichida mana shu zonalarda, ya'ni mana shu rayonda o'ynab turadi. Mana shu rayonlarning ichida o'ynab turadi. Mana shu rayonlarda. Keyin nima qilishim mumkin? Keyingi holati bo'yicha grafikda chizib beraman. Mana shu zonada o'ynab turadi. Общий shotda bizning narximiz hozirda sekin-sekinlik bilan tepaga harakatlanishi kerak va birinchi navbatda o'ylayman mana bu zonalardan ham bir qaytish ehtimolini qilsa kerak. So'ng keyingi harakat bu zonalarga ketadi. Bu yoqda shu chizmani o'zida 100 pips, ya'ni 1000 pips. To есть maxsus kanalga ham 001 bilansizlar, 500 pips tushasizlar. O'sha sizlar to'lovi chiqarib bo'lgan bo'lasizlar, qolgan kunlarda sizlar foydaga ishlashni boshlaysizlar. Xo'sh, biz buni kutamiz va kun davomida aytilgandek katta kanalga ideyalarni berib boramiz va maxsus kanalga aniq kirish chiqish nuqtalari bilan berib boramiz. Xo'sh. Tak. Keladigan bo'lsak, mana bu zonada juda kuchli zona shakllandi deb ko'rsagan bo'ladi. Sal globalniroq ko'radigan bo'lsak, tak. Boshqa how USDga o'tsak, men qisqacha holatda men sizlarga tushuntirib beraman. Tak. Bizda o'zi mana bu zonada уже qanaqadir kichkina zona shakllandi. Bu tillaga oxirgi o'sha discount zona ham bo'lishi mumkin, ya'ni buy uchun, ya'ni chegirmali zona, undan yog'iga tushmasligi ham mumkin. Xo'sh. Men o'ylayman, uzoq muddatga olib qo'yish uchun tushga bo'lib olsanglar, mana shu zonalardan limit taxlab qo'ysanglar,
eng kami bunaqa. Ikkinchi vaziyatda bunaqa. Buni yil oxirigacha kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Yil oxirigacha necha oy qoldi? Bu hozir 6-oy boshlansa, 6 oydan keyin tillani narxini 3800 zonada ko'raman. Eng kami 3700 zonada ko'raman. Endi bu qanchalik o'xshaydi, o'xshamaydi. Bu bozordan. Bu 20-30% o'xshaydigan prognozlar rubrikasidan, chunki 20-30% degan narsalarim juda ham yaxshi o'xshaydi. Ko'proq o'xshaydi degan narsalarim ba'zida pand beradi. Shuning uchun 20-30% narsa bizada 600 pips, bu degani 0.01 bilan $600, $1000 tashab qo'ysanglar $600 foyda bo'ladi. Yomonmi? Kim sizga $600 beradi? Nima dedingiz? Ajoyib. Xo'sh, o'sha harakati chiroyli ketishni boshlayapti. Bu juda ham ajoyib degani. Ko'rib turganimizdek o'xshayapti. Xo'sh, kuzatamiz. Menimcha 1-2 kun mobaynida mana shu o'ynab turishi mumkin. 1-2 zonalarda keyin tushib boshlashi kerak katta ehtimol bilan. Shuning uchun biz o'sha ideya o'sha agarda ideyani tushunmagan bo'lsanglar maslahat berardim. Oxirgi mana shu videoni ko'rasizlar, bundan oldingisini, ya'ni oxirgi 3 ta videoni ko'rasizlar. Обязательно kanalga подписка bosinglar, kommentariy yozinglar va like tugmasini bosish esingizdan chiqmasin do'stlar. Bo'lmasa barchaga take profit, keyingi videoda ko'rish